Qadrli tomoshabinlar, barchangizga xush kayfiyat tilagan holda dasturimizni davom ettiramiz va ayni vaqtda studiyamizga mehmonlarimizni ham taklif etganmiz. Ular bilan tanishtirib o'tamiz. Har yili bir nechta kutubxonachilar yurtimizda nufuzli mukofotlarga sazovor bo'lishadi. Bu mukofotlardan biri axborot kutubxona a'lochisi ko'krak nishoni va bu yil Sharof Rashidov nomidagi Jizzax viloyat axborot kutubxona markazining fidoyi xodimasi Vasila opa Shahobiddinova aynan mana shu mukofot bilan taqdirlandilar. Bundan juda ham xursand bo'ldik. Shu boisdan ularni va aynan ushbu kutubxonaning direktor o'rinbosari Shohista opa Normatovani suhbatga taklif etganmiz. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum Vasila opa, Shohista opa. Xayrli tong. Rahmat. Vasila opa, tabriklaymiz. Muborak bo'lsin, bardavom bo'lsin. Biz sizni taklif etganimizdan so'ng ozgina surishtirishlarni olib bordik-da. Vasila opa shunaqa mukofot olibdilar deganimizda hamkasblaringiz, sizni bilgan, taniganlar, munosib Vasila opa bunga juda ham xursandmiz. Bizdan eshitganlar ham ta'kidlab o'tishdi va munosib ekanligingizni bot-bot ta'kidlashdi. Muborak bo'lsin yana bir bor. Rahmat. Nazarimda siz, jamoa, oila a'zolaringiz bundan juda ham xushnud bo'lishgan, shod bo'lishgan. Albatta. O'zingiz nimalarni tuydingiz, dastlabki hissiyotlar agar unutilib ketmagan bo'lsa? Yo'q, hali unutilgan yo'q. Albatta bu juda ham quvonarli hol. Oila a'zolarim uchun ham, ayniqsa hamkasblarim uchun ham juda ham quvonarli hol bo'ldi. Hamma juda ham xursand. Necha yildan beri faoliyat olib borasiz? Sharof Rashidov nomidagi Jizzax viloyat axborot kutubxona markazida 2005-yildan beri o'z ish faoliyatimni olib boraman. Mana bu yil 2025-yil 20 yil mobaynida turli xil xizmatlarda o'z ish faoliyatimni olib bormoqdaman. Uzoq. Hali bu masalada savollarga qaytamiz. Hafizaxon, hozir Shohista opadan balki konferensiya haqida so'rab olamiz, Albatta, ushbu mukofot har yili an'anaviy tarzda o'tkaziladigan Central Asia xalqaro konferensiyasi doirasida taqdim etildi va quvonarli tomoni ushbu xalqaro konferensiyaga 29 ta davlatdan delegatlar, ishtirokchilar qatnashdi, to'g'rimi? Shohista opa, fikrlaringizni bildirsangiz. Avvalambor assalomu alaykum. Yana bir bor. Har yili nishonlanadigan Central Asia 2025-yil. Bu yil 18-konferensiya bo'lib o'tdi, xalqaro konferensiya. Hammamizga ma'lumki, o'tgan yili biza Jizzax viloyati mezbonlik qilgan bo'lsa, bu yil Farg'ona viloyati bu konferensiyaga mezbonlik qildi. Shu yerda aytib o'tsam, 11 ta chet davlatlardan 20 dan ziyod konferensiya vakillari ishtirok etdi. Konferensiyaning asosiy maqsadi shu axborot kutubxona sohasida bo'layotgan yangiliklar bo'yicha tajriba almashish, ularning tajribalaridan foydalanish, o'zimizni tajribamizni misol tariqasida ko'rsatib o'tishimiz kerak. Bu yilgi konferensiya Farg'ona viloyatida 15-maydan 17-maygacha bo'lib o'tdi. Biz viloyat axborot kutubxona markazi hamda tuman axborot kutubxona markazlaridan 12 ta vakil ishtirok etdik. Kutubxonachilar desak ham bo'ladi. Farg'ona viloyatiga 14-kuni yetib bordik, chunki press reliz bo'lib o'tdi yerda va eng muhim bo'lgan yana bir yangiliklardan bittasi Farg'ona viloyati xalqaro kitobxonlik festivaliga start berdi. Xudo xohlasa bu davom etadi va keyingi yillarda boshqa viloyatlarda qayerda konferensiya bo'lib o'tsa bu an'ana sifatiga kiritiladigan fikr bildirishdi. Bizga birinchi o'rinda shu festival juda ham yoqdi. Kutubxonachilar uchun desa ham bo'ladi. Katta Farg'onada joylashgan bog'da kitob ko'rgazmalar tashkil qilinishgan noodatiy tarzda yangiliklar o'zimiz bilan Vasila bilan borib ko'rdik. Buni Farg'ona viloyat hokimligi tomonidan tashkil etilgan juda ham ajoyib tarzda bir yangilik desak ham bo'ladi. Yaxshi manzil tanlanibdi. Juda ham kitob o'quvchilar uchun, konferensiya ishtirokchilari uchun. U yerda misol uchun bitta kutubxona sohasi bu, asosiysi kutubxona bo'yicha bo'lgan bilan bilasizlar, Farg'ona viloyatida juda ham hunarmandlar ko'p. Ularni ham, rassomlarni ham har xil tarzdagi namunalar, ko'rgazmalar tashkil etilgan. Eng asosiysi kutubxona bo'yicha bo'lgan kitoblarni maketlari juda ham antiqa chiqqan. Ko'rib, o'zimiz ham suratlarga tushib, ularning oldida taassurotlarimiz katta bo'lib o'tdi.
15-da may kunlari esa bu yalpi yig'ilish majlisi bo'lib o'tdi va unda shu 12 davlatdan kelgan vakillarning ma'ruzalari eshitildi va o'sha tadbirda Vasilaxon taqdirlandilar. Bu Jizzax viloyatida hozir faqat Vasila Shahobiddinova bu ko'krak nishonini oldilar. Menimcha juda ham arziydi. Ko'p yillar birinchi ochib bergan odam sifatida zo'r. Yo'q, 2020-yildan burun bu ko'krak nishoni hamma taqdirlanib keladi. Endi har bitta shu mutaxassislar bu taqdirlanayotganda nimaga e'tibor berish kerak? Shu kutubxona sohasiga o'z hissasini qo'shgan birinchi o'rinda. Qandaydir bir yangilik qilgan, kitobxonlikni o'qishga o'z hissasini qo'shgan xodimlar, mutaxassislarga taqdirlanadi. Endi bunga men fikrim Vasilani to'laqonli haqqi bor. 20 yillik tajribaga ega va mana shu 20 yil davomida kitobxonlarga xizmat ko'rsatgan fidoyi xodima. Vasila opa, aynan mana shu 20 yil davomida juda ko'p o'zgarishlarni ko'rdingiz, aynan kutubxona sohasida ham. Bundan bir necha yillar oldin siz o'sha eski binoda ham xizmat ko'rsatardingiz. Bugun yangi, barcha imkoniyatlarga ega bo'lgan maskanda faoliyat yurityapsiz. Kutubxonachilik sohasiga qaratilayotgan e'tiborni qanday baholaysiz? Kutubxonachilikka qaratilayotgan baho juda ham ancha yildan yilga o'sib boryapti. O'sha bizning eski binomizga qaraganda hozir o'sha eski binomizda kitobxonlarning sig'imi kamligi sababli yangi binoga ko'chilgan edi. Hozir o'zingiz ham bir necha marotaba borib ko'rgansiz o'sha yangi kutubxonamizni qanday zamonaviy, chiroyli binoga ega bo'lganmiz. Kitobxonlar bemalol o'tirib, o'zlari xohlagandek kitob foydalanishlari mumkin. Kitob fondimiz ham yil davomida yildan yilga oshib bormoqda. Biz asosan o'zi kutubxonachilarning vazifasi kitobxonlar talabi asosida ish olib borish. O'sha kitobxonlar talabi bilan ish olib borib, o'sha kitobxonlarni qiziqishiga qarab o'zlari xohlaydigan kitoblarni o'z vaqtida olib kelib kitobxonlarga xizmat ko'rsatmoqda. Biz o'sha kitob do'konlari, nashriyotlar bilan birgalikda hamkorlik qilib kitobxonlarni talabini amalga oshirib kelmoqdamiz. Juda yaxshi. Endi bitta savolni bilmayman, sizga ko'p berishganmi? Kitoblar olamida bo'lish zo'r. U yerda faoliyat olib borish undan-da yaxshi. Lekin odam haligi isyonkor bo'ladi-ku, tabiatdan baribir. Haligi sovuqqa ham, issiqqa ham ko'nadigan bo'ladi, ko'nmaydigan bo'ladi. Hech bir zerikish holatlarimi yoki birozgina balki tanaffus qilarman degan xayol o'tmaganmi shu 20 yil ichida? Yo'q, hech qachon o'tmagan. Haqiqatdan ham ishimiz juda ham ko'p, lekin kitoblarni ko'rib qiziqqanimdan o'qigim keladi. Bir kitobga qarayman, bir ishimni davom ettiraman. Vaqtim bo'lmagan paytda kitobxonlarni yoki yonimda sheriklarimni o'sha kitob bilan qiziqtirib qo'yaman. Shuni o'qinglar-chi, zo'r kitob ekan, ketib menga o'shani aytib berasizlar debda. Shu tariqada o'sha kutubxonadagi suhbat olib boramizda. Juda mana ayni kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda bir kitob sotuvchi inson juda mashhur, trendda, zamonaviy talqin aytganda Xayrullo Asatov. Hamkasblarimiz ham sahifalar tayyorlashyapti, ommaviy axborot vositalari odam haqida gapiryapti. Ya'ni kitobga bo'lgan mehrni, fikrni juda ham o'zgartiryapti. Bu masalada o'sha kutubxonachilar, kitob savdogarlari, ilm ulashuvchilarga mas'uliyat yanada ortadi o'z-o'zidan. Albatta. To'g'rimi Shohista opa? Shunday. Boya aytib o'tgan ishtirokchini biz ham ko'rdik. Xayrullo Asatov. Ko'rdik. Ular kishining fikrlari kitob o'qimaslik, hozir kitob o'qimayapti deb juda ham qayg'urdilar, bu fikrda bildirtirdilar. Lekin shu yerda ham aytib o'tishimiz kerakki, viloyat axborot kutubxona markazimizga juda ham ko'p o'quvchilar kelishadi. Biz hali davom etyapmiz o'quvchilarga kitob qilib berishda. Kitobxonlarimiz juda ham ko'p. Ertalabdan soat 8 dan kechki soat 21:00 gacha ishlaganimiz uchun vaqti kelganda kitobxonlarimizni iltimos qilib kutubxonani yopishimizga to'g'ri keladi. Menimcha hali ham Jizzax viloyatida kitobni sevar xalq ko'p, o'quvchilar ko'p. Juda ko'p. Tayyorlashadi, o'qishyapti. Shu kitobxonlar uchun biz ishlayapmiz. Ish faoliyatimizni olib boryapmiz va kelajakda yana ham kitobxonlarimiz ko'payishi uchun o'z vazifalarimizni ko'paytiramiz degan maqsadlarimiz bor.
Shu o'rinda mana Vasila aytgandek, o'zimiz ham kitob o'qishga harakat qilamiz, yangi kelgan kitoblarni kitobxonlarga tavsiya qilamiz. Fond bo'yicha ishlaganligi uchun hamma kutubxonada qanaqa fondimizda adabiyotlar borligini birinchi o'rinda Vasilada hamma so'raydi, chunki yangi kitoblar o'z qo'liga kelib tushadi, qaysi bo'limga chiqqanini ham o'zi biladi. Shu o'rinda o'z tavsiyalarini ham berib boradi. Judayam yaxshi. Vasila opa, endi bugungi kunda Jizzax viloyat axborot kutubxona markazida qancha kitob fondi bor va qanaqa kitoblar ko'proq bizni kutubxonamizda o'sha kitobxonlar uchun? Raqamlashtirish masalalari qanaqa kechyapti? Bizni kutubxonamizni umumiy fondi 102 mingdan ziyod. Uni ichida bosma nashrlarimiz bor, elektron nashrlarimiz bor, hamda xorijiy ba'zi nashrlarimiz mavjud. Badiiy adabiyotlarimiz, ya'ni adabiyotlarimiz o'zi 76 mingdan ziyod. Uni ichida gazeta, jurnallarimiz bor, elektron nashrlarimiz bor, xorijiy baza, ya'ni EBSCO va qurilishdan olinayotgan xorijiy bazalarimiz mavjud. Hozirgi kunda kitobxonlarni qiziqtiradigan ko'proq kitoblar bu haqiqatan ham badiiy kitoblar. Badiiy kitoblar jahon adabiyotlari juda ham ko'p qiziqish bilan o'qishyapti. Shu bo'yicha rad etilgan ro'yxatni qabul qilib olaman hamda harakat qilaman iloji boricha kitobxonlarni o'zi o'sha aytgan kitobni o'sha nashriyotlar bilan, kitob do'konlar bilan birgalikda olib kelib xizmat ko'rsatishga. Judayam yaxshi. Mana bilasizmi, bugun Jizzax viloyat axborot kutubxona markazi respublikamizdagi sanoqli yangi texnologiyalar joriy etilgan kutubxonalar safiga kiradi. U yerdagi texnikalarni ko'rib o'zim ham qoyil qolganman. Hattoki aytishganki, bu yerdagi ba'zi bir texnikalar milliy kutubxonada ham topilmaydi deb e'tirof etishgan edi ilk o'rnatilgan vaqtlarida. Bu kitobxonlarga qulaylik yaratadi, xodimlarning ishini osonlashtiradi, to'g'rimi? Shunday. Shu sharoitlar haqida to'xtalib o'ting. Bizda shunday elektron apparatlarimiz mavjud. Kitob o'g'irlanishini oldini olish maqsadida qo'yilgan apparaturalarimiz bor. Va kitoblarni kitobxon o'zi xizmat ko'rsatgan holda o'ziga o'zi qaytarish xizmatini ko'rsatishi mumkin. Kitoblarni o'zi olib, o'zi qaytarib olish apparati uchun uning uchun avvalambor ID kartasi bo'lishi kerak. Har bir kitobxonda shu ID karta orqali o'zi kitob olib, kitob topshirishi mumkin. Hamda eng birinchi o'rinda kitoblarimiz chiplangan. Undan keyin bu kitoblarimizni o'g'irlanishni oldini oladi. Agar chipdan o'chirilmagan bo'lsa, o'z signalini berishi mumkin. Kitobxonlarimizda hushyorlikka olib keladi deb o'ylayman. Muxtasar aytganda, bu kutubxonaga faqatgina yaxshi niyat bilan kelishingiz mumkin. Kitob o'qishdek yaxshi niyat. Albatta bu o'sha yerda faoliyat olib borayotgan xotirjam xodimlarning halovat bilan ishlashini ta'minlaydi. Eskilarimizda bir yaxshi gap bor. Ish qurolingiz soz bo'lsa, mashaqqating oz bo'ladi degan. Albatta. Ana endi biz yana konferensiyaga qaytsak, ushbu xalqaro konferensiya bejizga o'tkazilmaydi. Undan ko'zlangan maqsadlar juda ko'p. Kutubxona xodimlarining malakasini oshirish, yurtimizda kitobxonlikni targ'ib etish borasida juda ko'p sho'balarga bo'lingan holda seminarlar tashkil etilgan. Xo'sh, Shohista opa, Vasila opa, bu seminarlardan qanday yangiliklarni o'rganib keldingiz endi? Qanday rejalar bo'ldi u yerda? Xalqaro konferensiyada 6 ta shu'ba tashkil qilindi, hamda ilmiy seminar, hamda mahorat darslari, davra suhbatlari bo'lib o'tdi. Biz Vasila ikkomiz kutubxonalarda sun'iy intellekt qo'llash va kompleklash bo'yicha bo'lgan shu'bada, 3-shu'bada ishtirok etdik. Hozir yangilik emas, sun'iy intellekt ham sizlarning sohangizga ham kirib bizni ham sohamizga kirib kelyapti. Asosiy ma'ruzalarda ham shu bo'ldi. Yalpi majlisda ham endi bu chet el tajribasidan o'rgandik, lekin faqat chet elda emas, hozirgi kunda o'zimizda ham qo'llanilyapti. Samarqand viloyatini misol qilib keltirishimiz mumkin. Juda ham yoqdi o'sha Samarqand viloyatida tashkillashtirilgan shu tajriba. O'zimizga telefon raqamlarini olib, yana ham bir alohida kontakt almashib o'sha xodimlar bilan yana ham qiziq chuqurroq o'rganish maqsadini ochiqlay olasizmi? Aynan nimada qo'llanilyapti sun'iy intellekt? Kutubxona sohasida mana bu kitoblarni raqamlashtiramiz-ku biz. Xo'p. Raqamlashtiramiz, skanerlaymiz, ularni tizimga joylaymiz, to'liq matnini. Uni topishni oson yo'li, ya'ni bitta nomini yozganda umumiy kitobni darhol chiqarib berish sun'iy intellekt orqali. Qidiruvni osonlashtirish va tezligini oshirish o'sha narsani.
qidirish vaqtini kamaytirish maqsadida va samaradorligi yaxshiroq bo'lib ko'rsatiladigan misollar tariqasida ko'rsatib o'tishdi. Chet el xorijliklarniki ham xuddi shunday ushlab ketadi. Asosiy bizning ishimiz kitob bilan bog'liq bo'lgani uchun kutubxona sohasida qanday tezlashtirish, ma'lumotni, axborotni qanday tezlikda olish. Lekin shu yerda yana bir narsa aytib o'tildiki, sun'iy intellekt deb suyanib qolmasdan inson omili ham birinchi o'rindaligi, ishtirok etilishi, inson omili ham muhimligi ham ta'kidlab o'tildi. Aytib o'tilgan. Juda ham yaxshi. Suhbatdoshlarimizga, mehmonlarimizga tashrif uchun minnatdorlik bildiramiz Shohista opa. Jamoaga bizning nomimizdan salomlarimizni yetkazib qo'yasiz. Nasib bo'lsa, Hafizaxon bir boradigan joyimiz. Albatta. Ko'p boradigan, nega bir marotaba? Ko'p boradigan joyimiz. Vasila opa, yana bir bor muborak bo'lsin. E'tirof bardavom bo'lsin. Yaxshi yangiliklar kutubxonada, jamoada ko'payishini biz ham istaymiz.